Assalomu alaykum. Bugun biz insoniyat sivilizatsiyasi davomida eng qadrli metal bo'lib kelayotgan oltinning qanday yaralishi haqida so'z yuritamiz. Bu oddiy toshning sof yombiga aylanishi hikoyasidir. Hammasi chuqur konlardan boshlanadi. Masalan, O'zbekistondagi Muruntov koni kabi ulkan hududlarda tonnalab ruda qazib olinadi. Har bir gramm oltin ortida yuzlab ishchilarning zahmatli mehnati yotadi. Qazib olingan ulkan toshlar maxsus zavodlarga keltiriladi. Mana bunday qudratli tegirmonlarda ruda un kabi maydalanadi. Shundan so'ng kimyoviy jarayonlar yordamida oltin zarrachalari boshqa minerallardan ajratib olinadi. Navbatdagi bosqich eng hayajonli jarayon. Maxsus pechlarda 1064 gradus Selsiy haroratda oltin suyuqlikka aylanadi. Bu yerda barcha aralashmalar tozalanib, metal o'zining haqiqiy, yaltiroq va sof ko'rinishiga ega bo'ladi. Mana, biz bilgan 999.9 probali sof oltin yombilari tayyor. Bu metal endi davlat zaxirasiga yoki zargarlar qo'liga yo'l oladi. E'tiboringiz uchun rahmat.